Assalamualaikum, hurmatli Muqat Xabar xizmati o'tgandan qatorchilar jana Ayjigit 24 Instagram qatorchilar bugungi kunga 12-iyul 2026-yili biz Qaraqo'y Esolu joyuna keldik. Qarangizlar da baringizlarga o'zimning atimdan jana Muqat Xabar xizmati o'tgan almatdan tinchlik, amanchilik qalayım. Baringizlar Qaraqo'yga kelib salonga o'tgan o'sha bilan birga bu yerda ikkita bo'z uy bor ekan, kelsangizlar bo'ladi. Sutkasına 7000 dedi, Muqat Xabar xizmati o'tgan kanaldan keldirseniz sutka qilib beradi. Buna tuğanlar bir tamak qo'shsa içinde ekan, Muqat Xabar xizmati o'tgan kanaldan keldirseniz sutka qilib beradi. Shu qirg'iz uyga kelsangizlar, ikkita top qirg'iz uy bor ekan, egiz so'rishni topchani. Ana shu yerda Saydulla degan ekan. Saydulla deb kelsangizlar shu. Aman bu yerda qirg'iz uylar ko'p, qarangizlar. Adam sani ko'p. Bugün bozor kununa baylanmıştı. Bardık hesabıga keldi. Ama sizlerge aytып ketер için nerse, erteң 20'sında Muqat şaharından Iskölgö 5 günlük tur var, 13.500'den. Silesеңіздер болады. Ол жерде Ташкенттен келген туғандар бар екен Өзбекстанда. Ол жерде машинасы қойып отырышады. Ол жерде Өзбекстандан келген туғандар ойнап жүрушеді. Погода сонун. Погода сонун. Özbekistan tuğanlar oturdu. Ona. Assalamualaikum hurmatli tuğanlar. Özbekistan Respublikası Buxara Buxara viloyatidan kelgan tuğanlar var ekan. Şol yerdan kichik ma'lumot olib. Assalomu Xush kelibsizlar Qaraqo'yga. Assalomu alaykum. Qanday yasab o'tasizlar? Zo'r. Sonimi ekan? Zo'r, ajoyib. Tavsiya qilamiz hammaga. O'zbekistondan keldik, Buxoro viloyatidan. Qancha kun bo'ldi kelganingizlarga? Buxorodan 3 kun bo'ldi, yana bir 7 kun yurmoqchimizlar. 10 kun. Pagoda yaxshi ekan? Pagoda. Kelishimmi bordimi? Ajoyib. O'zbek qirg'iz qardoshligiga ko'z tegmasin. Bo'ldi, rahmat Alloh bo'lsin. Hurmatli tuğanlar. Bu yerda ot mingizet 10 minutda 400 so'm. Assalomu alaykum. Otdan qanchadan? Jo, sen olgan jo'ng otni olib o'tan. Ha? Arson ot ekan bular, kelsangizlar bo'ladi ekan. 10 minut 300 so'm ketdi, bugun aksiya bo'ldi ekan. Sizlarga daha ko'rsatib bizdan olsa, like bosib, kommentariy yozib qo'ying. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.